Olimpik bugun Saudiyaga ham munosib qarshilik ko'rsatsa kerak. Har qalay ular juda yaxshi taassurot qoldiryapti kubok bahslari. Fardu va Olimpik Mobius jamoasi o'rtasida 1 ochko farq bor. Hozir zarba yo'llandi, darvozabon ushlab oldi. Jamoa mana shu o'yinni hozir 1-1 vaziyat, zo'r imkoniyat Sug'diyonada, zarba. Sardorbek Hoshimov. Hoshimov qimoch yopib qo'ygan ekan do'stlar. 1-1 deb bo'lmaydi buni. Unaqa Abdulazizxon Abdurashidov esa Sug'diyona o'yinchisi. Hozir yuqoridan to'p oshirildi, zarba, gol, hisob ochildi. 1-0. Tablo bo'yicha 0-1. Olimpik gol urdi. Jamoa hisobda oldinga chiqib oldi. 21-daqiqada standartdan keyin gol uryapti. Ko'ramiz mana. Burchak zarbasidan to'p o'yinga kiritilgach, sal orqaroqqa to'p yetkazildi va mana bunday tarzda yuqoriroqdan to'p yetkazib berildi. Mana o'yinda kross amalga oshirildi va bosh bilan egilib qiyin vaziyatda Jo'raboyev bilan kurashdi. Zoir Jo'raboyev ulgurmadi. U xatoga yo'l qo'ydi. U o'zining raqibini yaxshi hujum o'ng tomondan jarima maydonchasiga kirib kelinyapti. Bu safar yana kross o'ylangan chizma bu. Qoyil lekin. Saidxon Hamidov boshi bilan to'pni darvozaga burdi. Unga mana bu tarzda to'p yetkazib berildi. Hammasi o'sha yuqori bosim qilmayapti, ya'ni pressing. Mana pressing va 1-1 vaziyat. Qanday vaziyat? 1-1 zarba. To'p darvoza ustidan yuqorilab maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Mana qarang, juda ham ajoyib tarzda to'pni qabul qildi va raqibdan o'g'irlab ketdi. Golga juda yaqin edi. Sug'diyona futbolchisi qiziqayotgan muxlislar bo'lishi mumkin. 77-daqiqada o'ynayapti. Jamoaviy o'yinga qo'shilyapti, lekin hozircha u aniq xavfli vaziyatlar nuqtasiga chiqib bormadi. Sug'diyonadan keyingi yurish, jiddiy yurish, yaxshi zarba, sal noaniq. Omon Keldiyev zo'r to'xtatdi to'pni. Yanada keskin tus olyapti. Mana qarang, yana uzun uzatma. Mana shu joyda aldab oldi. Omon Keldiyev himoch kelguncha tepdi-yu, ham darvozabonga to'p qaytarildi. Va bu yer darvozabon xatoga yo'l qo'ydi. Hisob 0-2 ga yetishi mumkin, lekin Abdug'ofir Qaydarov hozir qo'pol o'ynadi. Qaysi ma'noda? Mana bu. Tavakkal qilib to'pni boy berdi. 0-2 bo'lishi mumkin edi. Abdug'ofir Qaydarov guruhdan chiqishni hal etib bo'ldi. Faqatgina endi birinchi o'rin masalasiga oydinlik kiritib berayotgan o'yinni kuzatyapmiz. Baribir imtiyozga ega bo'ladi. Chorak final bosqichida uchrashuvlarni uyda qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Quradan oldin mana shunday imkoniyat ularga taqdim etiladi va qolaversa to'p qaytdi markazdan qanotga oshirildi. Oybek Nurmatov zo'r pas. Hujum davom etdi, penalti. Otabek Jo'raqo'ziyev oldi to'pni. Hoshimov ham emas. Kim o'z biz qoida mana shu joyda var yo'qdi endi. Hakam vaziyatga yaqin edi, ko'raylikchi qop. To'p ketib qolgandan keyin bo'lsa ham baribir kontakt bo'lganda oyog'iga tepib yuborgan Sug'diyona tajribali o'yinchilar imkon berdi tepish uchun va u gol urib hisobni tenglashtirdi. 1-1. Hoshimov muvozanatni tikladi. Mahalliy futbolchi murabbiyni tanlovidan keyin, masalan to'pni ushlab olgandan keyin murabbiydan so'radim deb Hoshimov aytdi va u to'pni berdi Hoshimovga. Gol urgan futbolchini kelib tabriklaydimi, yo'qmi deb kutib turgandim. Muhit yaxshi bo'lishi kerak jamoada. Otabek anchagina tajribali, taniqli futbolchi. Burchak zarbasi. Yuqoridan to'p boshirildi. Himoyachilar to'pni qaytardi.
Sug'diyona hujumni davom ettiryapti. Yana cross amalga oshiriladimi? Yo'q. Aldamchi harakat. Endi yuqoridan zarba, gol! Hisob 2-1. Sug'diyona raqib darvozasini ishg'ol etib, hisobni o'zgartirdi. Olimpik Mobius darvozasiga jizzaxliklar ikkinchi to'pni kiritishyapti. Umid Sultonov tabriklarni qabul qilib oldi. Mana himoyachini aldab, keyin markazga oshirib berdi va himoyachilar Sultonovni bo'sh qoldirdi. U to'pni to'xtatmasdan to'g'ri darvoza burchagiga qadadi. Himoyachini xatosi bu. 6-raqamda Bunyodbek Rahimov o'tkazib yuboryapti Sultonovni. Sultonov ortida turgandi. Bu to'pga himoyachi ulgurishi mumkin edi. Xalaqit bera olmadi Sultonovga. Futbolchi to'g'ri tushunib, his etib oxirigacha kurashyapti. Mana bu yerda kutilmagan xato, hisob 3-1 bo'lishi mumkin. Himoyachi ofsayd yo'q dedi hakam. Birga bir vaziyat. Gol 3-1. Gol do'stlar. Sug'diyona o'yinga nuqta qo'ydi 90+4-daqiqada. Sug'diyonada ham yosh futbolchilar ishonchni oqlashyapti. 46-raqamda harakat qilgan, ikkinchi taymda tushgan Inomjon Abdumajidov o'z nomini tabloga yozdirib qo'ymoqda. Takror lavhani ko'ramiz. Ofsayd bormi yo'qmi? VAR bo'lmaganligi uchun bu yerda takror lavhalar qana. Qo'sh. Qoyil yo'q ekan ofsayd. Hakamlar zo'r ishladi. Hech qanaqasiga ofsayd yo'q. Inomjon Abdumajidov toza gol urdi. To'p oshirilayotgan paytida mana Umid Sultonov pas berdi, vaqtida ofsaydda emasdi Abdumajidov. Bo'ldi, uchrashuv bosh hakami bizga golni ikkinchi bor, uchinchi bor takroran taqdim etishayotganda hakam o'yinni yakunlab berdi. Sug'diyona Olimpik Mobius jamoasini 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi.